Hammaga assalomu alaykum. Avto Prestige obunachilari. Ko'pchilik so'ragan o'sha boyaq avtomobillar mana xudo xolasa yetib keldi. Oq rasvetkasi deysizmi, mokriy asfalt deysizmi, mokriyga qora, oqqa qora rasvetkalardan xudo xolasa nalichida bor do'stlar. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bu avtomobilimiz ikkalasi 2025-yil. Mana bu qoraga qora saloni esa, to есть adashdim uzr, qoraga oq saloni esa 2024-yil. Bitta yili eskiroq mashina bo'laveradi deganlarga mana shu ham to'g'ri keladi. Narx taraflama ham, narxi ham juda chiroyli narxda 36800. Bularimiz esa 37800 dan anchaga farqi $1000 bir yiliga. Xo'p, bu avtomobilimizni ko'radigan bo'lsanglar, do'stlar 2025 oq rasvetka, mokriy rasvetkasidan. Xo'p, zaryadchik, bo'lik, rusifikatsiya hamda 1 yil garantiya beriladi. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar do'stlar. Boyaq xonani zo'rdan chiroylisidan tayyorlab qo'yganmiz. Do'konimiz Indeksda joylashgan. Ko'pchilik biladi. Xitoy mashina bozori desa, Indeks hammani ko'z oldiga keladigan joy. Mana shu Indeksga mana yarmarka taraf bilan kirib ko'rishda mana birinchi, ikkinchi hamda uchinchi zdaniya, ham bitta Bike bilan hamda Toyota zdaniyani o'rta qatorida joylashganmiz joy. Kimga boyaq kerak bo'lsa yoki tanishlik kerak bo'lsa, mana shu videoni jo'natib qo'yaverasizlar do'stlar.